O'nisa hali ham shu yerdamsiz. Nega ketmadingiz? Oyijon, qayerga ketaman? Qayerga bo'lardi? Otangiz uyiga borasiz. O'g'lim siz bilan yashagisi kelmayapti. Nega shuni tushunmaysiz? Oyijon, o'rtada axir bolamiz bor-ku. Oilamiz buzilib ketsa nima bo'ladi? Siz boladan xavotir olmang. Uni o'zimiz boqib olamiz. Davronni topgan tutgani bitta bolani qorni to'yg'izishga yetadi. Siz tezroq narsalaringizni yig'ishtiring-da, keting. Nega qaqqayib turibsiz? Davron ham ket dedimi? Bo'la qoling. Oyijon, bizni ajratishni siz shunchalik xohlayapsizmi? Obbo, bu qanaqa gapga tushunmaydigan odam ekan-a? Bir oydan beri sizni qulog'ingizga tambur chertyapmizmi? Ajrashasizlar. Tamom, vassalom. Boring endi. Oyijon, mayli. Davron akam kesildi, gaplashib ko'raylik. Davron kelsa yana janjali kattasi bo'ladi. Shu kerakmi sizga? Shunchalik surbetmisiz? Ha, Davron og'ayni? Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Hammasi joyida. Ajrashdinglarmi? Ha, ajrashyapmiz. Yaxshilab o'ylab ko'rsang bo'lardi. Nimasini o'ylayman? Xotinimda ko'nglim yo'q. U bilan yashagim kelmayapti. O'g'lingchi? Uni o'ylamaysanmi? Nodir men bilan qoladi. Bitta bolani o'zim ham eplay olaman. Hech kimdan kam bo'lmay yashaydi. Xotining senga bolani berib qo'yarkan-da. Bermay ham ko'rsinchi. Beradi. Men yo'lni o'ylab qo'yganman. Shoshma og'ayni, sen noto'g'ri o'ylayapsan. Nima, o'zimni bolani birovga berib qo'yamanmi? O'ylab gapir. U begona emas, o'zini onasi. Munisa hali yosh. Men bilan ajrashib, boshqa birov bilan turmush quradi. Davron nima, o'gay otani qo'lda qolsinmi? Men bunga yo'l qo'ymayman hech qachon.